Hozirgi vaqtda eng ko'p uchraydigan savollar. Yozda allergiyaning kuchayishi normal holatmi? Albatta normal holat mana shu allergiyani bo'lishida chang. Biz atrofimizni o'rab turgan muhitdagi chang, ana shu chang ichidagi tarkibida hosil bo'lgan moddalarga allergiya kasalini tanani sezgirligi baland bo'ladi. Yozda allergik kasallar qaytalanadi va tez-tez bu narsa takrorlanib turadi. Shuning uchun yoz paytida shundan ehtiyot bo'lishlari kerak. Muzdak ichimliklar tomoq uchun zararlimi? Albatta, mana biz tanamiz harorati 36,5 gradus desak, mana sovuq ichimliklarni 5-6 graduslik ichimlikni ichganimizdan keyin ana shu tomog'imizda ham ana shu katta farq bo'ladi. Tanamizni issiqligi bilan ichayotgan suyuqlig'imizni yoki yeyotgan muzqaymog'imizni. Ana shunda bizni tomog'imizda bo'lgan mikroblar aktivlashadi. Aktivlashib, tomoqda muzlash natijasida har xil shamollash kasalliklari, angina, o'tkir faringit kasalliklari yuzaga keladi.